59 kun oldin bu odamlar Qur'ondan bitta harf ham o'qiy olmasdi. Bugun o'zlari ochib, mana shunaqa o'qishyapti. Videoda ko'rishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Men ularga 59 kunda Qur'onga qanaq tushirdim, shularni ko'rsatib beraman inshaalloh. Avval bitta narsani aniq qilib aytib qo'ying. Bu birinchi o'quvchim emas. Ismim Abubakir. 8-9-sinfdan beri dars berib kelaman. Shu yillarda 3000 ga yaqin odam biza bilan Qur'onga tushdi. Turli yoshda, turli davlatda, aynan biza bergan sistema orqali Qur'onga tushishdi. Ya'ni bu siz ko'rgan narsa omad emas. Bu aynan takrorlanib kelayotgan sistema, ya'ni o'zbekchasiga tizim. Bu o'quvchilarning ko'pi avval bir necha marta Qur'onga tushishga urinib ko'rishgan. YouTubedan onlayn ko'rgan, harf o'zi o'rganmoqchi bo'lgan. Kursga yozilib, keyin yoqmaganidan tashab qo'ygan yoki o'zini dangasaligidan tashab qo'ygan. Va har safar ichida bitta narsa bo'lgan. Menda chiqmasa kerak, balki bunaqa o'qish men uchun emasdir degan. Eng og'irligi va achinarligi ham shu. Qur'on o'qishni chin dildan xohlaysiz, lekin har urinishda menimcha men eplolmasam kerak degan xayolga olib boradi. Balki bu sizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin xavotir olmang. Men sizga yana o'sha o'ylarga qaytarish uchun emas, unaqa fikrni butunlay olib tashlash uchun inshaalloh tushuntirib beraman va aytaman. Chunki haqiqat shu, hamma muammo sizda bo'lmasligi mumkin. Muammo noto'g'ri yo'lda bo'lishi mumkin. To'g'ri tizim bo'lsa, siz o'ylaganchalik Qur'on o'qish qiyin emas. Alloh ham aytadi: "Va laqad yassarnal Qur'ana liz-zikri fahal min muddakir." Biz Qur'onni eslash uchun oson qildik. Bormi eslovchilar? Mana o'sha to'g'ri yo'l. Biz tuzib chiqqan noldan Qur'on kursi orqali siz va bitta narsani aytib o'taman. Bu oddiy onlayn kurs emas. Insonni 59 kun ichida, ya'ni 2 oyda Qur'onga tushiradigan kurs. Harfni umuman bilmaydigan odam ham bosqichma-bosqich inshaalloh Qur'on o'qishgacha ham yetib oladi. Eng muhimi, bu yo'lda siz umuman yolg'iz qolmaysiz. Va kursning eng yaxshi tarafi, sizga alohida shaxsiy ustoz beriladi. Har bir o'quvchiga alohida ustoz biriktiriladi. Ayollarga ayol ustoz, erkaklarga bo'lsa erkak ustoz beriladi. Va ustozlaringiz sizni har 24 soatda tekshirib borishadi. Xatoingizni to'g'rilaydi va savollaringizga javob berishadi. Aynan shuning uchun ham bizning kursimizda ko'pchilik tashab ketmaydi, oxirigacha o'rganadi. Chunki yo'lda siz o'zingiz qolmaysiz. Kursimiz 2 oy, ya'ni 59 kun davomida davom etadi. Haftada 3 marta, seshanba, payshanba, shanba kunlari O'zbekiston vaqti bilan soat 6 da Telegram yopiq kanalga videolar tashlanadi. Lekin xavotir olmang, o'sha paytda aynan onlayn bo'lishi shart emas. Faqat bitta shart bor. Dars ko'rganingizdan keyin albatta 48 soat ichida, ya'ni darsdan darsgacha ustozligiga topshirishingiz shart. Menimcha bu eng band bo'lgan insonni ham vaqti yetsa kerak. Bundan tashqari kurs davomida 5 marta jonli dars ham bo'ladi. Kulli savollaringizni bemalol shaxsiy ustozga bersangiz bo'ladi. Ular sizga har 24 soatda javob berishadi inshaalloh va xatolaringizni to'liq to'g'rilaydi. Va bizning kursimizda o'qib chiqqaningizdan keyin sertifikat ham beriladi. Ko'pchilik so'raydi, bu ishonchlimi? Ustozlarimizni hammasi 30 bora Qur'onni yodlagan va Saudiya, Turkiya, Dubaydan hammaligining ijozaligi bor. Ya'ni Qur'ondan dars berishga. Kursimiz 2 yildan beri o'tkaziladi. Minglab o'quvchilar biz bilan Qur'on o'qishga tushgan. Ishonch so'zda emas, ya'ni natijada ko'rinadi inshaalloh. Va mana o'sha natijalar 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odamlar bizning Qur'on kursimizda o'qib chiqishgan. Yosh ham, yashash joyi ham unchalik farq qilmaydi. Muhimi niyat bo'lsa bo'ldi. Mana ularning so'zlarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin video davomida. Assalomu alaykum ustoz. Mening ismim Nuriddin. Menga 2 oy ichida Qur'oni Karimni to'g'ri o'qishni o'rgatganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Boburxo'ja. Men mana shu Qur'on kursida 2 oy davomida o'qidim va alhamdulillah ancha narsani o'rgandim va Qur'onda sahifalarni ochib ham o'qishni boshladim alhamdulillah. Menga mana shu arab tili Qur'on kursi bo'yicha dars bergan Abubakir va uni tekshirgan uyga vazifani tekshirgan ustozlarga ham alohida rahmat aytaman. Rahmat hammalarga kattakon. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня Тахир зовут. Я сам из Туркмении, Туркменистана. В данный момент живу в России. Я ученик этого курса. Я 2 месяца учился у брата Абу Бакра. Пусть Всевышний
Аллах будет вами довольны, братья и сестры. Я хотел отдельно поблагодарить брата Абдуллаха, который проверял наши задания в течение этого курса. Пусть Всевышний, брат мой, пусть Всевышний обрадует вас раем. Пусть Всевышний будет доволен вами и вашей командой. А братьям и сестрам, которые меня видят в данный момент, я посоветовал бы этот курс. Ни капли будете не сожалеть об этом, потому что я тоже думал, изначально будет тяжело, но, альхамдулилля, сегодняшний день я могу открыть Коран и читать. Hammaga tavsiya qilaman. Xo'sh, bu kurslar kimlar uchun? Umuman Qur'on o'qishni bilmaydiganlar uchun, ya'ni noldan boshlanadi va arab harflarini umuman tanimaydiganlar uchun, makhraj va tajvidda qiynaladiganlar uchun ham va oldin boshlab, keyin tashab qo'yganlar uchun ham juda mos. Va eng qizig'i, bu kursga qo'shilganingizdan keyin sizga bonuslar ham bo'ladi. Birinchisi, maxsus kitobimiz sizga PDF holatda tashab beramiz, doimiy sizda qoladi. Ikkinchidan va eng bu zo'ri, video darsi sizda doimiy saqlanib qoladi. Kurs tugagandan keyin ham bemalol istalgan vaqtda yana qayta ko'rsangiz bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, bu darsdan butun oilangiz bilan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni video darsini, kitob faqat bitta odam foydalanishi kerak degan narsa bizda yo'q. Bunaqa imkoniyatni menimcha boshqa kursda umuman topmasangiz kerak. Va eng muhimi kafolat. Agar 59 kunda, ya'ni 2 oy davomida Qur'on o'qishga tushmasangiz, kursni sizga bepulga mutlaqo boshqatdan o'qitamiz. Bu meni va'dam. Endi savollarga kelamiz. Vaqtim yo'q-ku. Darslar to'liq onlayn. Ya'ni 48 soat ichida ustozga topshirsangiz bo'ldi. Kuniga menimcha 30-50 minut ajratsangiz, inshaalloh bemalol 2 kunda bir dars topshirsangiz bo'ladi. Men oldin ham uni ko'rganman-ku. Menimcha bunisi ham o'qimasam kerak degan xayol bo'lishi mumkin. Boshqa kurslardan farq shundaki, bu safar siz yolg'iz qolmaysiz. Doimiy sizni har 24 soatda tekshirib turadigan alohida ustozingiz bo'ladi. Chet eldaman, to'lovni qanaqa qilsak bo'ladi? Bu haqida inshaalloh, ya'ni tushuntirib beraman. Bemalol adminlarimizga, ya'ni yozganingiz, siz qatdan to'lov qilayotganingizni aytsangiz, inshaalloh to'liq qanaqa qatdan qilishi to'liq tushuntirib berishadi. Endi tasavvur qiling. 59 kun o'tdi va siz bemalol Qur'onni ochib o'qishni boshladingiz va namozlaringizni ham ishonch bilan har bitta surani to'g'ri o'qiysiz. Bu safar boshqalar Qur'on o'qishni bilganda, siz Qur'on o'qishni bilmayman degan xayol bo'lmaydi. Siz ham Qur'on o'qishni bilasiz va qalbingiz boshqacha xotirjam bo'ladi. Bu haqida Alloh ham aytadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikr qilish bilan orom topadi. Balki siz izlayotgan xotirjamlik aynan Qur'on bilan bo'lar. Endi narx haqida gaplashamiz. Bir o'ylab ko'ring. 2 oy davomida shaxsiy ustoz, umrbod video darsi va maxsus o'zimizning kitobimizni qo'lga kiritasiz. Va jonli darslar bo'ladi, sertifikatlar bo'ladi va eng muhimi Qur'onni o'zingiz o'qishni boshlaysiz. Bu bir umrli ne'mat. Menimcha, agar sarmoya tikish kerak bo'lsa, aynan shunga tikish kerak. Ya'ni o'zingiz uchun, Qur'on o'qish uchun. Eslatib o'taman, bu chegirma faqat 10-iyulgacha davom etadi. Bir martada, ya'ni 2 oylik kurs to'lasangiz 1.100.000 emas, aynan 750.000 chegirmada bo'ladi. Agar bo'lib to'lash qulay menga arzonroq tushar ekan desangiz, 550.000 dan to'lamizda, chegirmada 450.000 dan, ya'ni 2 oy davomida to'laysiz bo'ladi. Ya'ni boshiga 1 oyiga, 1 oy tugagandan keyin ikkinchi oyga to'laysiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bunisi, xohlasangiz bunisi. Bemalol o'ziga qulay to'lov usulidan foydalanib inshaalloh kursga hozirsiz bo'ladi. Bir umrlik ko'nikma uchun menimcha bu juda ham arzon. Eslatib o'taman, bu chegirma faqat 10-iyulgacha davom etadi. Qur'on o'rganish uchun aslida 4 ta narsa kerak. Birinchisi niyat, duo, harakat va to'g'ri ustoz. Birinchi 3tasi bo'lsa, sizda allaqachon bor. Bu videoni ko'rib turgan bo'lsa, albatta niyat qilgansiz, duo qilgansiz va harakatingiz bor. 4-inchisi endi ustoz topish. Ustozni esa aynan biz sizga ta'minlab beramiz inshaalloh. Endi faqat sizda bitta narsa qoldi, ya'ni qadam tashlashingiz kerak. Agar siz ham hozirdan Qur'on o'qishni, to'g'ri o'qishni niyat qilgan bo'lsangiz, qadamni bugun tashlang. Pastdagi havola orqali bizani Telegramimizga o'tasiz, ya'ni u yoqda adminlarimiz, menejerlarimiz bo'lishadi. Ularga, ya'ni savolinglar bo'lsa, savolinglarga ham javob olasizlar. Qatdan to'lov qilmoqchi bo'lsanglar, to'liq ma'lumot berishadi inshaalloh. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, boshqalarga o'rgatganlaringizdir. Bugun o'zingiz o'rgansangiz, ertaga yaqinlaringizga o'rgatasiz inshaalloh.